Assalomu alaykum fizika ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Shavkat Azimov tahriridagi milliy sertifikat kitoblariga yechim qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'limimiz kinematika bo'limiga oid. Boshladik. Avtomobilning boshlang'ich tezligi 10 metr taqsim sekund. Tezlanishi esa -2 metr taqsim sekund kvadratga teng. U qancha masofa bosib o'tib to'xtashini aniqlang deyildi. Bizga berilayotgan ma'lumotlar. Uning boshlang'ich tezligi v0 teng 10 metr taqsim sekund, uning tezlanishi esa -2 metr taqsim sekund kvadratga teng ekan. Va u qancha yurib to'xtashi, ya'ni tormozlanish yo'li so'ralyapti. S tormozlanish yo'li v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2a dan foydalansam, oxirdagi tezlik nolligidan bu formula quyidagi shaklga keladi. V0 kvadrat taqsim 2a. Buni o'zi manfiy ishorasi bor. Sekinlanish harakati bo'lganligi uchun manfiy ishora qo'yaman. Bular baribir keyin qisqarib ketadi. Shundan foydalansak, S tormozlanish yo'li teng V0 ning o'rniga 10 ning kvadrati bo'lingan 2 ko'paytirilgan 2. 100 bo'lingan 4 bu 25 metr yo'l yurib to'xtar ekan. 25 degan javob A variantda berildi. Ikkinchi masalamizda quyidagi ko'rinishda grafik berildi. Grafiklar tezlik va vaqtning bog'lanish grafiki tasvirlangan. Tezlik o'qlaridagi proyeksiyalarni yozibman. Vaqt o'qida A nuqtamiz 20 ga, B nuqtamiz esa 40 ga, S nuqtamiz 55 ga to'g'ri kelyapti. Bizdan so'ralyaptiki, shu qonuniyatga ko'ra harakatlanayotgan jismning BS oraliqda yurgan yo'lini hisoblang debdi. BS mana bu oraliqda. Bu oraliqda jism yurgan yo'lini hisoblashim uchun yuzani topaman. VT grafikda har doim mana shu shtrixlangan soha shu oraliqdagi bosib o'tilgan yo'lni beradi. Shundan foydalansam, bu shakl menga trapetsiya bo'lib qoladi. Trapetsiyani yuzasini topishim uchun uni ikkita asoslarini qo'shaman. 2 ga bo'laman. Kichik asosi bu qismning uzunligi 20 ga teng. Katta asos hisoblangan bu qismning uzunligi 25 ga teng ekan. 2 ga bo'lamiz va trapetsiyaning balandligi bizdan mana bu qismga teng. 40 dan 55 gacha bo'lgan oraliq 15 ga teng. Buni hisoblasak 45 taqsim 2 ko'paytirilgan 15. Buni hisoblasak 337,5 metr chiqargan. B javobda berilgan. Keyingi masalaga o'tamiz. 3-masala. Harakat tenglamasi x teng 16 minus 8t kvadrat bo'lgan jismning dastlabki sekundagi ko'chini toping debdi. Ko'chish deyilyapti. Ko'chishni S harfi bilan belgilasam, bu x minus x0 ga teng bo'lar edi. Yoki mana bu qismdan foydalanib, uni ko'chishini topsam ham bo'ladi. Demak, bu ham teng minus 8t kvadrat deymiz. O'rniga tan o'rniga menga berilgan 1 sekund deganligi uchun tan o'rniga 1 qo'ysam, minus 8 metr chiqadi uni ko'chishi. Ko'chishni musbat qiymatini qabul qilaveramiz. Yo'nalish jihatdan bizga ahamiyatliligi haqida aytilmayapti. Demak, C javobni olamiz. 4-masala. Pastga erkin tashlanayotgan jism 1-sekundda 12,6 metr yo'l bosdi. Shu jism 2-sekundda qanday
qancha yo'l yuradi deydi. Pastga erkin tashlangan bo'lsa, demak men uni boshlang'ich tezligini 0 deb olishim kerak. Birinchi sekundda 12,6 metr yo'l bosdi. S birinchi sekund 12,6 metr bo'lishi mumkin emas. Demak, masalada ozgina kamchilik bor. Bu erkin tashlangan jism bo'lmaydi. Demak, bu yerda boshlang'ich tezlik bo'ladi. Endi nosozlik, texnik nosozlik ketgan deymiz. Demak, n sekunddagi bosib o'tilgan yo'lni hisoblash formulasi vertikal harakat hisoblanganligi uchun j taqsim 2 2n-1 qo'shilgan v0 formula orqali hisoblar edik. Shu yerda n o'rniga 1 qo'yganimizda j taqsim 2 ko'paytirilgan 1 -1 qo'shilgan v0 qiymatimiz 12,6 metrga teng ekan. Shu jism ikkinchi sekundda qancha yo'l yuradi? Demak, mendan s ikkinchi sekundda yurgan yo'l so'ralyapti. Buni hisoblash uchun j taqsim 2 ko'paytirilgan 2 -1 qo'shilgan v0 formuladan foydalanib hisoblashim kerak. Faqat bu yerda muammo menga boshlang'ich tezlik berilmayapti. Boshlang'ich tezlikni yuqorida yozgan tenglamamiz orqali hisoblab topishimiz mumkin. Demak, shuni ishlaymiz. J taqsim 2 10 bo'lingan 2 degani. Qavsni-chi 1 ga teng. Plus v0 teng 12,6. Bundan v0 teng chiqadi. 12,6 dan 5 ni ayirsak 7,6 metr taqsim sekund chiqdi. Ana endi bemalol uni yurgan ikkinchi sekundda yurgan yo'lini hisoblasam bo'ladi. J taqsim 2 ning o'rniga 5, qavsni ichini hisoblasam 4 - 1 plus v0 ning o'rniga 7,6 teng 15 ga 7,6 ni qo'shsak 22,6 metr yo'l yurar ekan. A javobda berilibdi. 5-chi masalamiz. Jism tik pastga tashlandi. Agar u birinchi sekundda 15 metrga pastlagan bo'lsa, 3-sekund oxiridagi tezligini toping debdi. Demak, jismni qandaydir h balandlikdan pastga qarab qandaydir boshlang'ich v0 tezlik bilan pastga otdik. Natijada jism oradan 1 sekund vaqt o'tganida t teng 1 sekund vaqt o'tganida u 15 metr pastlabdi. Shundan foydalanib, men uni qanday boshlang'ich tezlik bilan otilganligini topsam bo'ladi. H teng v0 plus gt kvadrat taqsim 2. H demak 15 metr deyilyapti. 15 teng v0 ko'paytirilgan vaqt 1 sekund qo'shilgan j taqsim 2 ning o'rniga 5 yozdim. Demak, bu yerdan v0 o'z-o'zidan kelib chiqadiki, 10 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan tik pastga qarab otilgan ekan. Agar u birinchi sekundda 15 metr pastlagan bo'lsa, 3-sekund oxiridagi tezligi va 3-sekund deymiz. V0 qo'shilgan gt formuladan foydalansam, v0 ning o'rniga 10 qo'shilgan 10 ko'paytirilgan 3 hisoblasak 40 metr taqsim sekund chiqar ekan. D javobda berilibdi. 6-chi masalamiz. 6-chi masala ham harakat tenglamasiga bog'liq ekan. Jism x teng 14 - 8t kvadrat qonuniyat bo'yicha harakatlanmoqda. Jismning dastlabki 1 sekundda bosib o'tgan yo'lini toping. Bu masalamiz 3-masalamiz bilan
deyarli o'xshash ekan. Mana 3-masalamiz. Faqat boshlang'ich koordinatasi farq qilyapti. Keyin uni ko'chishi so'ralganida, hozirgi masalamizda esa yurgan yo'li so'ralyapti. Demak, yurgan yo'lini qanday hisoblaymiz? Hop, o'zi harakat tenglamamiz x teng x0 qo'shilgan s ko'rinishda bo'lardi. Demak, x1, x0 bor. Mana bu qismni hisoblasam, bu yurgan yo'liga teng bo'ladi. Hop, s teng -8t kvadrat. Hisoblaymiz. -8 ko'paytirilgan. Menga 1 sekunddagi yurgan yo'lini toping deganligi uchun tan o'rniga 1 qo'yib hisoblaymiz. -8 metr. Javobimiz -8 metr chiqdi. Demak, bu -8 metr yo'l yurgan deya olmaymiz. Chunki yo'l har doim skalar kattalik. Yo'l manfiy bo'lishi mumkin emas. Demak, 8 metr javobni olamiz. B javobda berilgan. Biror burchak tezlanish bilan aylanayotgan disk 6 sekundda 4 marta aylandi. Uning aylanish oxiridagi burchak tezligi qanday deyilyapti? Demak, t teng 6 sekundda n teng 4 marta aylanyapti ekan biror jism. Demak, delta phi jami o'sha burilish burchagi burchak tezligining o'rtacha qiymati ko'paytirilgan t formula orqali hisoblab topamiz. Hop, nuqtaviy jism aylanani 4 marta aylangan bo'lsa, u jami necha gradus burchak ostiga burilgan bo'ladi? 1 marta aylanish uchun 2p ga burilsa, 4 marta aylanish uchun 2p ni 4 ga ko'paytiramiz. Demak, 8p burchagini bosib o'tgan. Hop, AM ga o'rtacha, ya'ni burchak tezligining o'rtacha qiymati bu boshlang'ich burchak tezlik va oxirgi burchak tezlikni qo'shib 2 ga bo'lamiz. T ni qiymati bizga berilyapti 6 sekund. Shuni hisoblasak, 3 boshlang'ich tezlik haqida gapirilmayapti. Bunday holatlarda biz boshlang'ich burchak tezlikni 0 deb olishimiz mumkin. Hop, shu yerdan burchak tezlik teng bo'ladi 2p ko'paytirilgan 4 taqsim 3. Ya'ni 8p taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Hop, shunaqa javob B variantda berilgan. 8-masala. 8-masalamiz juda ham sodda masala. Tezligi 6 metr taqsim sekund bo'lgan jism 2 sekund vaqt davomida qanday masofa bosib o'tadi? S teng V ko'paytirilgan T to'g'ri chiziqli tekis harakatning tenglamasiga tushadi. O'rniga qo'yib hisoblasam, tezlik 6, vaqt 2. 12 metr yo'l yurar ekan 2 sekundda. Javobda berilibdi. 9-masala. Hop, 30 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil 18 kilometr masofani necha minutda bosib o'tadi? Bu ham 8-masalaga o'xshab oddiy bir masala. S teng V ko'paytirilgan T formulasini ishlataveraman. Chunki bu yerda hech qanaqa tezlanish haqida gapirilmayapti. Hop, shu yerdan necha minutda deyilyapti, vaqtni topishim kerak. T teng S taqsim V formuladan foydalanaman. Hop, T teng S 18 kilometr masofa metrga o'tkazsak 18.000 metr. Harakatlanish tezligi esa 30 metr taqsim sekund. Buni ishlasak javobimiz sekundlarda chiqadi. Buni minutga o'tkazish uchun men buni yana 60 ga bo'laman. Hop, yana qisqartirsak 180 ni 18 ga bo'lsam 10 minutda jism shu masofani bosib o'tar ekan. B javobda berilgan. Masalan, 10-masalamiz bolalar lagerdan qaytishda avtobus 70 km taqsim o'zgarmas tezlik bilan harakat qilmoqda. Demak, mana bu A nuqta deylik.
bolalar avtobusga mingan joy va mana bu B nuqta yetib borish masofasi. Demak, avtobus mana shu A nuqtadan 70 km/soat tezlik bilan harakatga chiqibdi, harakatni boshlabdi. Yo'lda havo o'zgarib, yomg'ir yog'ishni boshladi va avtobus 50 km/soat tezlik bilan harakatini davom ettirdi. Demak, mana shu 70 km/soat tezlik bilan qandaydir S1 masofani bosib o'tgach, havo yomonlashganligi tufayli u tezligini kamaytirgan. 50 km/soatgacha kamaytirgan. Va yo'lning qolgan qismini S2 masofani bosib o'tgan shu tezlik bilan. Shunda avtobus manzilga belgilangan vaqtdan 10 minut kechikib yetib kelgan bo'lsa, qancha vaqt sekinlashgan tezlik bilan yurgan deyilyapti. Hop, yaxshi. Avtobus harakatining birinchi qismini, ya'ni shu S1 qismini bosib o'tish uchun T1 vaqt va S2 qismini bosib o'tish uchun T2 vaqt sarflagan bo'lsa, mana shu T2 nimaga teng deb so'ralyapti. Belgilangan vaqt degan tushunchani T harfi bilan belgilasam, bu belgilangan vaqt nimaga teng? Shu jami S1 qo'shilgan S2 masofani o'zgarmas mana shu 70 km/soat tezlik bilan bosib o'tganda mana shu belgilangan vaqtga yetib borgan bo'lar edi. Hop, demak, T shunga teng. Bu yerdagi munosabatdan esa S1 deganimiz S1 teng bo'ladi 70 ko'paytirilgan T1 ga. S2 esa 50 ko'paytirilgan T2 ga teng. S1 va S2 ni mana bu birinchi tenglamamizga olib qo'ysak, tenglamamiz o'zgaradi. 70 ko'paytirilgan T1 qo'shilgan 50 ko'paytirilgan T2 bo'lingan 70. Bu tenglamani ikkinchi deylik. Bu tenglamada hozircha 3 ta noma'lumlik bo'lganligi uchun buni yecha olmaymiz. Bu masalani ishlash uchun yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak. Avtobus belgilangan vaqtdan 10 minut kechikib yetib kelgan bo'lsa, demak, mana shu belgilangan vaqt va avtobus haqiqiy harakatlangan T1 qo'shilgan T2 umumiy vaqtni taqqoslaganimizda, demak, mana bu vaqt biz belgilangan vaqtdan 10 minut ko'paygan. Shuni 10 ni ayirib tashlaganimizda ular bir-biriga teng bo'ladi. Mana sistema qilib shu masalani ishlaymiz va T2 ni topamiz. Hop, 10 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. Yuqoridagi tenglamamiz o'zgaradi. Hop, 7 T1 birdaniga 7 ga bo'lib yozib chiqaylik. Qo'shilgan 5 T2 bo'lingan 7 teng bo'ladi. Bu qismdan T1 qo'shilgan T2 minus 10 ga. Bundan ham chiqmaydimi? Chiqdi ekan. Hosil bo'lgan tenglamani 7larni qisqartirib yuborsak, bu tomonda faqat T1 qoladi. T1 qo'shilgan 5 taqsim 7 T2 teng T1 qo'shilgan T2 minus 10. Ikkala tomonda ham T1lar borligi uchun bular o'zaro ayrilib ketadi. T2 ni topishim uchun T2 minus 5 taqsim 7 T2 teng bo'ladi 10 ga. Shu yerda T2 ni o'zini topmoqchi bo'lsam, 10 ko'paytirilgan 7 bo'lingan 2 formuladan foydalanaman. Bu 35 minutga teng chiqadi. Demak, 35 minut degan javob B javobda berilgan. Kelib qolgan joydan davom etamiz. 11-masalamiz
Jismlar ikki xil tezlanishda harakatlanmoqda. Ikkita tezlanish qiymati berilyapti. A1 teng 5 metr taqsim sekund kvadrat va A2 teng 20 metr taqsim minut kvadratda berilyapti. Bu tezlanishlarni o'zaro taqqoslang deyildi. Bu tezlanishlarni taqqoslash uchun men qaysidir birinchisini, aytaylik birinchisini ikkinchisining birligiga o'tkazishim kerak yoki aksincha ikkinchisining birligini birinchisining birligiga keltirishim kerak. Qayta olamiz. Davom etamiz. Bizda keyingi 11-masala. 11-masala shartida ikki xil tezlanish qiymatlari berilyapti. Birinchi tezlanishimizning qiymati 5 metr taqsim sekund kvadrat. Ikkinchi tezlanish esa 20 metr taqsim minut kvadrat deyilgan. Bu tezlanishlarni o'zaro taqqoslang deyilgan. Taqqoslaymiz. Bularni o'zaro taqqoslash uchun men ikkinchi tezlanishni birlik qismini birinchi tezlanishning birlik qismiga, ya'ni metr taqsim sekund kvadratga o'tkazaman. Xo'p, demak A1 ga hozircha tegmaymiz. A2 ni esa o'zgartiramiz. 20 ko'paytirilgan metr joyida qoladi. Bo'lingan minutni o'rniga 60 sekund yozsam, keyin mana kvadratini ham qo'yamiz. Teng 20 ko'paytirilgan minut metr bo'lingan 60 ning kvadrati 3600 ko'paytirilgan sekund kvadrat. Buni soddalashtirsam, bular qisqaradi. Ya'ni bu 1 taqsim 180 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ladi. Buni yana ham hisoblab yozishimiz shart emas. Shuni o'zi ham yetadi. Demak, birinchisining tezlanishi 5 metr taqsim sekundga teng edi. Sekund kvadratga. Ikkinchisiniki esa 1 taqsim 180. Bu yerda o'zi ko'rinib turibdiki, birinchi tezlanishimiz ikkinchi tezlanishimizdan katta. Shunaqa javob B javobda berilgan. 12-masala. Birinchi kema 4 o'zil tezlik bilan g'arbga. Birdaniga ufq tomonlarini chizaylik. Demak, shimol, sharq, janub va g'arb tomonlari. Birinchi kema 4 o'zil tezlik bilan g'arbga. Demak, birinchi kemani mana shu koordinat ufq tomonlarining markazidan g'arb tomonga 4 o'zil tezlik bilan harakatlanyapti deb chizdik. Ikkinchi kema esa 6 o'zil tezlik bilan aniq shimoli sharqqa harakatlanmoqda. Demak, shimoli sharq degani ikkalasining orasidan yo'nalgan. Demak, mana bu yerdagi burchak 45 gradusga teng. Buni qiymati esa 6 o'zil deb berilyapti masala shartida. Tezliklar shu qiymatga teng bo'lsa, ularning nisbiy tezligini o'zilda toping deyildi. Xo'p, nisbiy tezlikni qanday topamiz? Nisbiy tezlikni hisoblashni ikki xil yo'li bor. Biz birinchidan foydalana qolaylik. Demak, birinchi V nisbiy teng bo'ladi ildiz ostida V1 kvadrat qo'shilgan V2 kvadrat minus 2 V1 V2 kosinus alfa. Shu formuladan foydalanaman. V1 deganimiz 4 o'zil kvadrati qo'shilgan V2 6 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfa. Bu alfa deganimiz mana shu ikkita tezliklarning orasidagi burchakka teng bo'ladi. Bu alfa nimaga teng bo'ladi? Hop, jami burchak 45 qo'shilgan alfa deganimiz 180 ga tengligidan bizga kelib chiqadiki, alfa 135 gradusga teng. Shundan foydalanamiz. Demak, 135 gradus.
teng. Ildiz ostida 16 qo'shilgan 36 minus 48 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 taqsim 2. Kosinus 135 gradus ildiz ostida 2 taqsim 2 manfiy. O'sha manfiy bilan o'rtadagi ishora musbatga aylandi. Hop, demak, bu qismni hisoblasak, 16 ga 36 52 va 24 ildiz osti 2. Bundan taxminiy qiymat adashmasam 9,3 ga teng chiqardi. To'qqiz butun uchga teng chiqadi. To'g'ri, 9,3 ga teng chiqadi. 9,3 o'z. Shunaqa javob A javobda berilgan. Keyingi masala 13-chi masalamiz. Agar A umumiy tezlanish A ni bu normal tezlanish, A T esa bu tangensial tezlanish bo'lsa, quyidagilardan qaysi birlari o'rinli bo'lishi mumkin deyilyapti. Demak, birinchilikda berilyaptiki, A normal har doim umumiy tezlanishdan katta deyilyapti. Ikkinchisida esa umumiy tezlanish har doim A tangensialdan katta yoki teng bo'ladi. Uchinchisi esa A tangensial tezlanish har doim umumiy tezlanishdan katta deyilyapti. To'rtinchisida esa umumiy tezlanish har doim A normal tezlanishdan katta yoki teng bo'ladi deyilyapti. Endi ko'rib chiqamiz, shulardan qaysi birlari o'rinli bo'lishi mumkin. Umumiy tezlanish normal tezlanish va tangensial tezlanishlarning natijaviysiga teng bo'ladi har doim. Demak, shundan foydalansak, normal tezlanish umumiy tezlanishdan doim katta bo'lolmaydi. Chunki aylana bo'ylab harakatni ko'rmoqchi bo'lsak, aylana bo'ylab harakatda jism tekis harakat qilayotgan bo'lsa, unda faqatgina normal tezlanish bo'ladi. U normal tezlanishni topsam, o'sha sistemaning umumiy tezlanishi normal tezlanishga teng bo'ladi, lekin katta bo'lmaydi. Demak, mana bu nisbat o'z-o'zidan xatoligi kelib chiqadi. A tangensialchi. Faqatgina tangensial tezlanish mavjud deb qarasak ham, to'g'ri zig'li tekis tezlanuvchan harakatda umumiy tezlanish A ni o'ziga teng qoladi. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda yoki teng bo'lishi kerak, yoki A katta bo'lishi kerak. Xullas, bu javobimiz ham xato. Endi mana bularga teskari o'sha biz aytayotgan jarayonlar mana bu yerda berilgan. Umumiy tezlanish har doim A tangensial va A normalning natijaviysiga teng bo'ladi. Demak, bu ikkalasi o'rinli bo'lishi mumkin. Shunaqa javob 2 va 4 B javobda berilgan.
14-masala. 14-masalada aytilyaptiki, birinchi jism sharqqa. Demak biz yana ufq tomonlarini chizishimiz kerak ekan. Mana ufq tomonlari. Shimol, sharq. O'n to'rtinchi masala. Birinchi jism sharqqa tomon 5/13 metr tashqi tezlik bilan, ikkinchi jism esa janubga 12/13 metr tashqi tezlikda harakatlanmoqda. Jismlarning nisbiy tezligini toping debdi. Demak, bu ham ufq tomonlariga xos chizma. Shimol, sharq, janub, g'arb tomonlari. Jismlar harakati markazdan boshlangan deb o'zimga osonlashtirib chizib yozib olaveraman. Demak, birinchisi mana shu markazdan sharq tomonga 5/13 metr tashqi sekund tezlikda harakatlanayotgan. Ikkinchisi esa uni ham shu harakatni markazdan boshlangan tasavvur qilib, uning tezligini qiymati 12/13 ga teng ekan. Shularning nisbiy tezligini so'ralyapti. Demak, bunday holatda ularning nisbiy tezligi Pifagor teoremasi orqali topiladi. Pifagor teoremasi v teng ildiz osti v1 kvadrat qo'shilgan v2 kvadrat. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. 5/13 ning kvadrati qo'shilgan 12/13 ning kvadrati, buni hisoblasak 1 metr taqsim sekund chiqadi. 1 metr taqsim sekund degan javob D javobda berilibdi. Keyingisi 15-masala. 15-masalada chizma berilibdi. Masala. Jismning harakat tenglamasi x teng -10 qo'shilgan 12t -2t kvadrat qonuniyati bo'yicha o'zgarmoqda. Uning to'xtaguncha bosib o'tadigan masofasini aniqlang debdi. Bu harakat tenglamasida jism necha sekundda to'xtashini topishim kerak. Uni topish uchun demak jismning tezligi 0 bo'ladigan vaqtni bilishim kerak. Demak, x graf tenglamadan tezlikni vaqtga bog'lash tenglamasini o'tishim kerak. Buning uchun yoki hosila olishim kerak. Hop, auditoriyadan biz bilmaymiz hosila mavzusi o'tilganmi yoki yo'qmi. Shuning uchun soddaroq ravishda elementar qilib keltirib chiqaramiz. Biz bilgan oniy tezlik formulasi v0 + at ko'rinishda edi. Shu tenglamani tuzaman. V teng v0 degani mana bu yerdachi. Buni ham o'zgartirib yozishim kerak edi. x0 qo'shilgan v0t + at kvadrat taqsim 2 ga qiyoslaymiz. x0 menga kerak emas, menga faqat v0 kerak. Bu yerda v0 qaysi biri? v0 bitta yolg'iz t ni oldidagi xat. Demak, mana 12 ga teng. Qo'shilgan a-chi. A deganni yuqoridan topsam, -2 berilyapti a taqsim 2 ning o'rniga. Demak, a ni 2 ga bo'lganida -2 chiqyapti. Bundan bilish mumkinki, tezlanishimiz -4 ga teng. Mana oniy tezlik tenglamasini tuzdik. Shu tezlik 0 bo'lganda jism to'xtaydi.
Mana shu tenglamadan foydalanib t'ni topsam, demak jism 3 sekundda to'xtashini topa olamiz. Ana endi jism shu 3 sekund mobaynida qancha yo'l yurishini hisoblaymiz. Buning uchun x teng x0 qo'shilgan s tenglama. Mana bu qism. Tenglamaning 15-chi masala. Jismning harakat tenglamasi x teng -10 qo'shilgan 12t -2t kvadrat ko'rinishda berilgan. Shu qonuniyat bo'yicha o'zgarmoqda. Uning to'xtaguncha bosib o'tadigan masofasini aniqlang debdi. Demak, men bu jismni dastlab qancha vaqtda to'xtashini bilishim kerak. Ana shu vaqt ichida jism qancha masofa o'tishini hisoblab topishimiz kerak ekan. Demak, birinchi navbatda uni to'xtash vaqtini topishim uchun men bu tenglamadan tezlik va vaqtning bog'liq tenglamasiga o'tishim kerak. Buni o'tishni hosila orqali hisoblasak bo'ladi. Bizni kuzatuvchi auditoriyadan kelib chiqqan holatda, sodda variantda tezlik tenglamasiga o'tamiz. X teng x0 qo'shilgan v0t qo'shilgan at kvadrat taqsim 2. Demak, bu to'g'ri zili tekis o'zgaruvchi harakat qiluvchi jism uchun harakat tenglamasining umumiy ko'rinishi. Buni v0 o'rniga 12, a taqsim 2 o'rniga -2 kelyapti. Shu yerdan men yozaman. x0 teng -10 ga va v0 teng yuqoriga qarasam 12 ga teng. Yana a taqsim 2 deganimiz -2 ga teng bo'lsa, a ning o'zi -4 ga teng ekan. Birliklarni yozib o'tirmadim. Oniy tezlik formulasi v0 plus a ko'rinishda edi. O'rniga qo'ysam v0 o'rniga 12 plus a o'rniga -4. -4 t'ni o'zini yozaman. Demak, oniy tezlik tenglamasini topdik. Ana endi jism qancha vaqtda to'xtaydi desa, demak jismni to'xtaganda oxirgi tezligi 0 ga teng bo'ladi. Buni 0 ga tenglashtiraman. Mana shu tenglamani ishlab t'ni topsam 3 sekund chiqargan. Demak, jism 3 sekunddan keyin to'xtadi ekan. Ana endi jism shu 3 sekundda qancha yo'l yurishini hisoblab topamiz. Buning uchun yurgan yo'lini s harfi bilan belgilasam, bu x minus x0 ga teng edi. Yoki berilgan harakat tenglamasini mana bu qismi yurgan yo'lni ifodalaydi. Shu qismdan foydalanamiz. v0t plus a taqsim 2t kvadrat teng. Bu qismni o'zi sonlar, koeffitsiyentlar o'rniga qo'yilgan holatda mana bu yerda berilgan. 12t minus 2t kvadrat. T'ni o'rniga mana bu yerda biz topgan 3 ni qo'yib hisoblaymiz. 12 kare 3 36 minus 2 kare 3 ning kvadrati 9. Buni hisoblasam 18 metr yo'l yurar ekan. B javobda berilibdi. Masala tushunarli bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. 16-chi masala. Jism boshlang'ich tezliksiz 5 sekund davomida 7,5 metr masofa bosdi. Boshlang'ich tezliksiz. Birdaniga jarayonni tasvirlab olaylik. Jism harakatlanish yo'li mana shu ko'rinishda tegdi. Aytaylik, A dan B ga tomon harakatlanmoqda. Demak, shu yerda jism boshlang'ich tezliksiz v0 teng 0 boshlang'ich tezlik bilan harakatni boshladi va oradan 5 sekund o'tganda shu 5 sekund davomida jami 7,5 metr yo'l yurdi. Keyin 12 sekund davomida keyingi 12 sekund davomida esa o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi.
Demak, mana bu sintezni harakat qilgan va mana shu 7,5 metrda qandaydir v tezlikka erishgan bo'lsa, mana shu 12 sekund davomida mana shu o'zgarmas tezlik bilan harakatlangan deymiz. Demak, 12 sekundning oxiridagi tezligi ham o'zgarmas v-ga teng bo'ladi. Davom etamiz. So'ngra 6 sekundda esa tekis sekinlashib to'xtadi. Demak, mana bu qismda 6 sekund harakatlangan va to'xtagan. Oxiridagi mana bu yerdagi tezligimiz 0 ga teng bo'ldi. Jismning oxirgi 12 sekund ichidagi o'rtacha tezligini aniqlang deydi. Hisoblaymiz. Jismni mana shu nuqtaga erishgan tezligini topaylik birinchi navbatda. S teng va o'rtacha ko'paytirilgan t. Bu yerda v o'rtachaning o'rniga v0 qo'shilgan v bo'lingan 2 ko'paytirilgan t. v0 bu qismda 0 ga teng. Shundan foydalanib v ni topaman. v teng 2s taqsim t. 2 ko'paytirilgan 7,5 bo'lingan sarflangan 5. Buni hisoblasam 3 metr taqsim sekund tezlikka erishadigan. Keyin demak buni qiymati 3 metr taqsim sekundga teng bo'ldi. Demak, mana bu ham o'z-o'zidan 3. Ana endi yurgan yo'llari. Menga aytilyaptiki, oxirgi 12 sekunddagi o'rtacha tezlikni toping deyildi. Demak, men buni hisoblashim uchun jami oxirgi 12 sekundda yurilgan yo'lni S12 ni topishim kerak. Va har o'sha 12 sekund plus umumiy vaqt menga berilgan 12 sekundga bo'lishim kerak. Shunday holatda uning o'rtacha tezligini topgan bo'lamiz. S12 ni qanday topaman? Demak, mana bu qismimiz 6 sekundligi menga ma'lum. Mana bu qismdan ham 6 sekunddagi yo'l kerak. Demak, 6 sekunddagi yo'lni topish uchun bu yerdagi tezlik ma'lum. Va ko'paytirilgan t-ning o'rniga 6 sekundni qo'yaman. Mana shu yerdagi masofa kelib chiqadi. Qo'shilgan keyingi qismning uzunligi. Mana bu qismning uzunligi. Bu qismning uzunligini topish uchun formuladan foydalanamiz. Va qo'shilgan harakatning oxiridagi tezligi birdaniga qiymatini qo'yib hisoblayman. 0 bo'lingan 2 sarflangan vaqt berilyapti 6 sekund. Shuni hammasini 12 ga bo'lamiz. Hisoblaymiz. Va'daning qiymati bizga ma'lum. 3 metr taqsim sekundga teng. Demak, kasr chizig'i 18 qo'shilgan bu qism 3 kara 6 18 2 ga bo'lamiz 9. Maxraj esa 12. Hisoblasak 27 taqsim 12 yoki 9 bo'lingan 4 2,25 metr taqsim sekundga teng bo'ladigan o'rtacha tezlik. Shu javob C variantida berildi. Keyingi masalamiz 17-masala. 17-masala yuqoridagi masalalardan bir xil. Demak, shu yerda 16-masalaga qarang. Shu bilan Shavkat Azimov tahrirdagi kitobimizni birinchi bo'limini tugatdik.